Xo'p, assalomu alaykum. Tak, bugun Jackson Ray'ni obzor qilamiz. Shu bilan birga savollar beriladigan ko'p savollar bor. Shunga javob beramiz. Plus test drive qilib beramiz. Ochig'ini aytsam, bu Jackson Ray meni eng yaxshi ko'rgan mashinalardan bittasi desam ham bo'ladi. Sababi bilasizlarmi? Mashina katta, bahaybat va juda qulay. Shu bilan birga mashina turbinada plus har qanday turbinada bo'la turib, har qanday nima deydi ular, gazni deydi, nima deydi, hammasini qabul qiladigan mashina. Mashinaning yana nimasi yoqadi bilasizlarmi? Bu mashinada bir vaqtning o'zida video registratori ham zavod bo'lib keladi. Shunisi uchun haqiqatan ham menga juda yoqadi. Tak, hozir bir aylanib ko'ramiz. Mashinamiz motor jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, ikki turbina motor bilan jihozlangan. Ko'pchilik aytadiki, bu turbina motorlar injiq deydi. Yo'q, unaqangi emas. Mashinamiz juda zo'r, haydashga qulay, motor korobkamiz 6 stupenchni. Keyin bular kuzovi nima deydi ular? Euro 6 da, Euro 5 bilan Euro 6 ning farqi nima deyishingiz mumkin. Euro 6 da kuzovning ichida ham shumka bo'lib keladi. Bu дополнительно shuma izolyatsiya qilish uchun mo'ljallangan. Haqiqatan ham bu uchun respekt qo'yil qolarli darajada. Mashinam juda aqlli, qaysi ma'noda aqlli? O'zini tutishi bo'yicha, harakatlanishi bo'yicha juda zo'r. Shu uchun bunga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, asosiy ko'p bo'ladigan savollar nimada? Mashinamizni o'zgargani, oldingi versiyasidan hozirgi versiyani o'zgargani farqi shundaki, bu mashina bitta oslik bo'lib keldi. To есть bitta osidiyu, yakka balon bo'lib keldi. Endi ko'p beriladigan savol shuki, endi bu ikkita oslik, ikkita balonlik bo'lib keladimi? Qo'sh balon bo'lib keladimi? Yo'q azizlar. Qo'sh balon bo'lib kelmaydi, kutmang ham bo'lmaydi. Sababi bundan bu yo'q O'zbekiston standartlari bo'yicha shu yo'lni ta'mirlashmi nima bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, mashinaga bitta balonlik yo'lga ta'sirimi shunaqa deb bitta balonga o'tkazilgan. Bu nafaqat bizda, Qozog'istonda ham, Rossiya Federatsiyasida ham xuddi shunaqangi qonun bilan bo'lganligi uchun bular bitta balonga o'zgartirildi. Bitta balonning yutug'i nimada qo'sh balondan deyilsa agar, tak, bitta balonning qo'sh balondan farqi shundaki, bunda benzin xarajati kamayadi. Oldingilarda benzin xarajati 16-15 bo'ladigan bo'lsa, real haydagan shoferlarning o'zi aytdiki, 11-10 litrga tushdi dedi. Agar siz odam bilan harakatlanayotgan bo'lsangiz, endi adashmasam 12 litrchalar bo'lib qoladi. Bu haqiqatan ham bu zo'r ko'rsatkich. Shu bilan birga agar siz bunga 80 talik ikkita 160 ta balon qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha paytda 250 km yurgan bo'lsangiz, ana endi siz bemalol 350 kilometrni bosa olasiz. Bu yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Xo'p, o'rindiqlar soni 16 taga o'zgardi. Telefon qilib bizdan ko'pchilik so'rar edi. Endi buni 21 taligi keladimi? Yo'q azizlar. 21 talik kelmaydi va bo'lmaydi. Bizdan ko'pchilik so'raydigan, endi azizlar kutmang unaqangi 21 talik Jackson Ray'ni kutmang. Bemalol shu 16 talikni oling, shu 16 talik bilan harakatlanib keting. Zato nimasi bor? 16 talikni avvalgiga nisbatan bularda turib oladigan passajirga ruxsat berildi. Oldingisiga yo'q edi. Sababi oldingisiga bo'lmaganining sababi nima? Detski o'rindiqlar bor edi, turib oladiganga joy qolmagan edi. Endi bunga ruxsat berildi. Endi siz agar 16 ta 15 ta passajir oladigan bo'lsangiz, 10 ta stoящий oladigan, tikka turib ketadigan passajir, yo'lovchi oladigan bo'lsangiz 25 ta, bu sizning o'zingiz asl olganda foydangizga. Plus yana nimasi o'zgardi degan paytda men o'zim mazza qilganim, oldingisi mana bu yerda 3 ta o'rindiq bo'lardi, endi esa o'rindiqlar bitta haydovchi va bu yerda passajir bo'lganligi uchun haydovchi shu yerning o'zidan ana turib bemalol salonga o'tadigan bo'ldi. Oldingisida ana shu narsa yo'q edi. Ochig'ini aytaman, bu haqiqatan ham komfort beradi. Komfort beradi. Chunki bu mini avtobus bo'lganligi uchun, mini bas bo'lganligi uchun asosan o'zimizda kim qayerga oladi? Shu turizmga olinyapti, shahar respublika ichidagi turizmga olinadi va bular bilan birga gid yurganligi uchun gid oldinda o'tiradi, orqa misol uchun to'la sayyohlar olingan bo'lsa agar, gid alohida tushib kelib boshqa qilish kerak emas. Shu yo'qni o'zidan turadi, joydan turadi, turgandan keyin mana shu yoqdan turib bemalol sayyohlarga hammasini tushuntirib beradi. Bu juda zo'r komfort bo'ldi. Bu uchun haqiqatan ham respekt qo'yil. Mana bu yerda bitta belgi qo'yibdi, ana bu yo'q edi, paydo bo'ldi. O'zim hozir ko'rdim. O'rindiq stoящий 15 ta haydovchidan tashqari.
Endi siz 15 ta passajir olganingizdan keyin mana bu yerdan bitta perila qilib olasiz. Porochni deydi, nima deydi? Shu porochni qilib olasiz, ushlaydigan qilib olasiz. Mana bu yerdan ushlaydigan bir 10 ta odam oladigan bo'lsangiz 25 ta haqiqatan ham qulay bo'ldi. Orqani bitta qo'sh balondan yakka balonga o'tganligi yana bitta eng katta qulay, yana qayta aytamiz. Buni qo'sh balonliklardan bir so'rab ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda o'tirgan passajir mana bu yerda o'tirgan paytida mana bu krel bu yoqqacha kelardi, juda katta diskomfort edi. Endi esa ana shu diskomfort yo'q. Ana bitta yo'g'ini yuqori qo'yadi, bittasini bu yoqqa qo'yadi. Bemalol sig'ib ketadi. Bu uchun ham rahmat, zo'r. Xo'p, keyin monitorimiz, ochig'ini aytaman, oldin sotgan paytimizda mana bu monitorimiz tan olish kerak. Biz ochib ko'rsataman yaxshisi. Mana shu monitor haydab yurgandan keyin shu elektrik jihatdan nimadir kamchilik bo'lib qolardi-yu, shu monitor birinchi kuyadigani shu monitor edi. Ochig'ini aytamiz, mijozlar bizga nidavolni bo'lib aytardi, lekin u garantiyaga bo'lmaganligi uchun biz faqat yangisini sotib olishga tavsiya qilardik. Endi esa bu monitor o'zgardi, bu kamchiliklar bartaraf etildi. Ochig'ini aytaman, haqiqatan ham bunaqangi oxirgi partiya sotganlarimizda muammo yo'q. Ko'rgan bo'lsangiz, mana shu mashinamiz, men ichida bemalol turib yurdim. Mana bu 180 bo'ladigan bo'lsa, balandligini 190 qilib qo'yib, bemalol passajirlar harakatlanishga mos qilingan. Shu bilan birga mana bu stupeniyamiz, bu kirib chiqadigan, ana yopib ham ko'rsatamiz. O'zi kiradi. Yana bularni jaklarni men eng katta haqiqatdan hurmat qiladigan bitta tarafi bor. Menga yoqadigan tarafi mana bu eshiklar ochilgan paytda mana bu stopi bor. Stopi. Bu ochig'ini aytaman, men ko'p shuni ustida guvohi bo'lganman. Nima bo'ladi? Stopi bo'lmagan mashinalar biz aytamizki, bu melichi yo'q, melichi emas bu. Haqiqatan yordam beradi. Mana bu stop bo'lmasa agar odamni qo'li bilan qisadigan bo'lsa, mashinaning eshigi shunaqangi qisadiki, malaning pakajisi. Shu uchun bu stop bo'lganligi uchun bu bitta ochig'ini aytaman, bu zo'r komfort. Tan olish kerak, komfort. Mashinalar plastik arkalar bilan, arka emas, plastik panellar bilan qoplangan. Sababi nima uchun? Bundan pasti, buni pasti xrom bilan qilingan, bu yoq zanglamaydigan qilingan. Bundan bu yoqqa tuz o'tib ketmasligi uchun alohida plastik bilan qoplangan. Orqa tomoni o'sha qolgan. Mana bu narsa pechka. Pechkani plyonkasi yopamiz. Stoplar hamma narsa o'zgarmagan. Shinalar mana bu aytib o'tganim. Bu yoq yakka balon bo'ldi. Yakka balon bo'lgandan keyin o'sha razmeri oldingisi esimga yo'q, lekin buni hozir razmeri men sizga aytaman. 215 75 R16. 16 dyumli diska 71 havo hisobiga ega bo'lgan, 215 nisbatida qilingan. Xo'p, oldingisi ochig'ini aytsam, men esimda yo'q. Mashinamiz orqasi ressorda, orqalari prujina amortizatorda. Bu o'zgacha bir komfortni beradi, azizlar. Mashinamiz nalichida mavjud, hech qanaqa nima buni ham motorni ko'rsatib beramiz, chunki bu mashinani bizdan xarid qilganlar bor. Motor o'zgarganmi, yo'qmi? Mana shu ko'p savol beriladi. Aka, motor o'zgardimi, yo'qmi? Shuni ochiq ko'zlar oldida hech qanaqa yashirmasdan aytamiz. Tak. Azizlar, motorimiz 2 turbina, hech nima o'zgarmagan. Switchni maslada yangi turibdi, kuzov hech nima o'zgarishi yo'q. Motorlar o'sha, miya ham o'sha, faqat o'zgargan qismlari o'sha balon va o'rindiqlar soni. Qaytaga bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Bizga oldin chiqqan paytda 20 talik sotib yurgan paytimizda mijoz bizga 1-2 ta, ko'p emas, massiv emas, lekin bo'lgandi. O'rindiqlarni agar kamaytiradigan bo'lsam, davlat xizmat markazlaridan men razрешение olishim kerakmi degan savollarni beradi. Ochiq buni javobini biz bilmasdik. Endi esa o'rindiqlar o'zgarib keladigan bo'ldi. Chunki oldin keladigan detskiy o'rindiqlar ochig'ini aytadigan bo'lsak, juda узкий edi. Xo'p, havo ham sovuq bo'ldi, gapni cho'zib o'tirmaymiz. Xullas kalon azizlar, Jacksandrelga beriladigan savollarga to'liq javob berdim deb o'ylayman. Pastda nomerlar bo'ladi. Mashina endi kutmaysiz, eng asosiysi. To'lov qilasiz, 1 soat emas, yarim soat emas, 20 minut emas, 10 minut emas. To'lov qilib 5 minutda shot spravka bilan olasiz, minib ketasiz. Ha, mashinada bonuslar bor. Bonuslar uchun alohida telefon qilgan paytingiz siz bilan alohida gaplashamiz va biz beradigan bonusni boshqa joy bermaydi azizlar. China Motorsda qo'ling, China Motors xalq tanlovi.